ba'zan shunaqa finallar ham odamga zavq ulashadi. Agar uning hikoyasi bo'lsa. 10 yil oldin Chempionlar Ligasida g'alaba qozonib, Barselona bilan treble qayd etgan murabbiy, saldan keyin o'sha maydonda Kataloniya bayrog'ini ko'tarib yurgan qizi vafotidan so'ng butunlay futboldan chiqib ketib, omadsizliklarga uchrab, katta-katta sinovlarni boshdan kechirib futbolga qaytadi-da, qaytgan jamoasining nomi PSG bo'ladi-da, ana shu klubda mana shu ko'rpani o'ziga tortadigan futbolchilarni ketkazib, yosh futbolchilardan tinimsiz yuguradigan, tinimsiz mehnat qiladigan, har bir qarich uchun jon berib kurashadigan jamoani shakllantiradi. Germaniya zaminida treble qayd etadi. Va treblni, Chempionlar Ligasini shunaqa darajada qayd etadiki, asti qo'yavering. 5-0 hisobida juda kuchli sanalgan musobaqadan Bavariya hamda Barselonani chiqarib yuborgan Interni mahv etgan holda